Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 9-amal ishni o'tamiz. Mavzu Sims tarmoq xavfsizligini tahrirlashda dasturiy apparat vositalari degan mavzu. Nazariy qismga to'xtalib o'tiraman. Sims tarmoq navlugini xavfsizligini qanday tahrirlash mumkinligi haqida ma'lumotlarga egasizlar. Apparat vositalarining nechta ko'rinishda ekanligi bo'yicha mavzularda o'tib berganman, ularni tushuntirganman. Xo'sh, bizga ko'radiganimiz dasturiy vosita hisoblanadi Sims tarmoq xavfsizligini tahrirlash uchun. Uni tahrirlashni, Sims tarmoq xavfsizligini tahrirlashni Wireshark dasturi asosida ko'rib chiqqanmiz. Bugun ko'radiganimiz amaliy qismga o'tadigan bo'lsam, bugun ko'radiganimiz AirDump-ng degan dastur hisoblanadi, texnologiya hisoblanadi. Bu Kali Linuxda o'zi o'rnatilgan bo'ladi. Bizlar uning uchun Kali Linux operatsion tizimi kerak bo'ladi. Ishni boshlasak bo'ladi. Birinchi terminalga kirib olamiz va adapterni aniqlab olishimiz kerak, qaysi adapterdan foydalanilib turibdi. Va yon atrofdagi Wi-Fi'larni skanerlaymiz va ular haqida ma'lumotlarni topamiz. MAC adresi, SSID'si, qurilma bilangan va qaysi MAC adresi ostidagi qurilmalar bilan turibdi, shular haqida umumiy ma'lumotlarni olsak bo'ladi. Ishni boshlaymiz. Birinchi terminalga kirib olamiz. Terminalga kiramiz va adapterni aniqlashimiz kerak. Uning uchun iwconfig degan buyruq yoziladi terminalda. Bunday ishni o'rnatib o'tirish shart emas, faqat shuni buyruq yozsak bo'ldi. Bu qaysi adapterdan foydalanib turganimizni ko'rsatib beradi bizga. Menda Wi-Fi bilan turgani uchun, ya'ni shu Wi-Fi bilan turgani uchun WLAN 0 degan ishlaydi. WLAN 0 adapter nomi menda va ularni ma'lumotlari ishida ko'rsatilgan. Keyin mod ahamiyat berasizlar. Mod manager bo'lib turibdi. Biz ham buni monitor modda o'tirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni hujumchi ko'rinishga o'tirishimiz kerak bo'ladi. Skanerlash ko'rinishga o'tirishimiz kerak bo'ladi. Wi-Fi adapterimizni ko'pchilikda VirtualBox ishlatgani uchun, agar VirtualBox ishlatsa asosiy emas, menda asosiy bo'lgani uchun Wi-Fi. VirtualBox ishlatgani uchun ETH0 yoki 0 shuning ko'rinishda berishi mumkin. Kimda qaysi ishlab turgan bo'lsa, uni adreslari bilan ko'rsatib beradi, ma'lumotlar bilan, umumiy ma'lumotlarni ko'rsatib beradi. Menda WLAN 0 va davom qilamiz. Monitor modda o'tirish uchun buyruq yoziladi. Sudo irmon-ng start WLAN 0, ya'ni adapter nomi yoziladi. Kimni adapteri nechik bo'lsa shu yozadi bu yerda. Menda WLAN 0 bo'lgani uchun WLAN 0 yozaman, enter bosaman. Password so'raydi. Passwordni yozaman. Password hozir yozdim, lekin hech narsa yozilmagan ko'rinib turibdi. Aslida yoziladi. O'zingizni Kali operatsion tizimingizni parolni yozasiz va enter bosasiz. Shu bilan yana monitor modda o'tdi. Monitor modda o'tganini shu joydan aniqlash mumkin. Monitor mod enabled dedi, gördüğünüz station mod disabled dedi. Yani station mod o'chdi, monitor mod yandı. Yukarıdan görsəizlər Wi-Fi yo'qolib ketdi menda, ya'ni skanerlash hujumchi ko'rinishga o'tdi. Shu ko'rinishda amalni bajarsak bo'ladi. Keyin buni narsa Wi-Fi nomi endi WLAN 0 emas, WLAN 0 mon bo'ldi. Monitor modda o'tgandan keyin yana shuning ko'rinishda bo'ldi. WLAN 0 mon, ya'ni WLAN 0 monitor mod. Endi atrofdagi Wi-Fi tarmoqlarni skanerlash uchun sudo airdump-ng WLAN 0 mon yoziladi. Yana shu orqali yana skanerlanadi. PSSID bular MAC adreslari Wi-Fi routerlarning
station qaysi qurilmalar bilan turgani, keyin birden Ç degan narsani görüşümüz mümkün, ya'ni kanal. Qaysi kanal asosida Wi-Fi tarqalib turibdi. Shu asosiy narsalar kerak bizga. İki tane Wi-Fi'ni topdi, Wi-Fi tarmog'ini va unga ulanib turgan qurilmalarni ham ko'rsatdi. Birinchiga ulanib turgan ikki dona qurilma bor ekan bizda. Keyin signal ko'rsak bo'ladi. Power degan narsa bu signal, charli darajada signal bor. 60-70 charli kam bo'lsa, shunchalik yaqin bo'ladi. Keyin xo'sh, jarayonni to'xtatamiz. Keyingi amal aynan bir Wi-Fi tarmog'ini olib turib, misol uchun shuni olib turib, Ctrl Shift C kopировать etib turib, aynan shuni natsak bo'ladi, skanerlasak bo'ladi. Uning uchun sudo aerodump ng minus bu SSID yoziladi. Probel keyin yangi kopировать etganimiz BF31 degan bu narsa. Rotorning MAC adresi va -C kanal yoziladi. Kanal B'da Ç degan barada, to'g'ri? Yana 7 va Vlandol Mon yoziladi. Vlandol Mon. Enter bosaman va aynan skanerlash. Aynan shu router asosida skanerlash boshlandi va unga ulangan qurilmalarni ko'rsatadi shu joyda. Unga ulangan qurilmalarning MAC adreslari. Xo'sh. Endi buni to'xtataman. Endi natijani, masalan, umumiy shu ma'lumotlarni biror nega yozamiz. Fayla yozsak bo'ladi, misol uchun. Uning uchun shu aerodump engini o'zidan fayla yozish funksiyasini yozsak bo'ladi. Misol uchun sudo aerodump ng -w yoziladi va ishida nima deb saqlaysiz, shuni nomini yozasiz. Masalan, Wi-Fi scan 1.0 deb yozilgan. Topshiriq bo'yicha har kim o'zining ism familiyasi, masalan, men Wi-Fi scan 1 deb yozayım, misol uchun. Wi-Fi scan 1 1.0 masalan, kimdir bu odam bo'lsa, masalan, Rustamov past chizikcha B'da probel qo'yilmaydi. Endi probel qo'yib yozib ketmanglar, xato ko'rsatadi, qizardi, ko'rdingizlar. Shu probel qo'ymanglar, agar ochib yozadigan bo'lsangiz, past chiziq qo'yganlaringiz yaxshi. Rustamov masalan Diyor, shuning bo'lsin. Rustamov Diyor Wi-Fi scan 1 misol uchun. Men bu narsani yozaman. Wi-Fi scanni o'zi turaversin. -w Wi-Fi scan 1 1.0 shuning go'shda yoziladi. Enter bosaman va skanerlash ketib turibdi. Shundan nova amal bajarilgan bo'lsa, skanerlash bo'yicha shularning hammasi shu Wi-Fi scan 1 degan faylning ichida yoziladi. Bu yerda turli xil Ctrl C ni bosaman, to'xtaydi. Turli xil fayllarni ko'rish mumkin. Uni ko'rish uchun qaysi papkada turgan bo'lsa, shuning o'zida ls qilishingiz kerak, ya'ni papkalar ro'yxatini ko'rishingiz kerak. Men hozir Kali ichida asosiyni yana shuni ko'rishda nalarni chiqardim. Wi-Fi scan 1 degan cap file, CSV file, kismet CSV, kismet netxml, log CSV degan fayllar bor. Misol uchun shu narsani ochib ko'rish mumkin. Buni Excel'da ochsangiz bo'ladi. Buni Wi-Fi dasturida ochsangiz bo'ladi. Boshqalarni o'zini mos dasturlari bor. Xo'sh. Endi buni ochishim uchun men nano degan buyruqni ishlataman. Nano Wi-Fi past chiziq scan 1 nokta CSV shuni fayl bo'lmadi. Wi-Fi scan 1 Wi-Fi scan 1 -01 ekan. Wi-Fi scan 1 -01. Asosan ishining ko'rishda saqlaydi CSV. Sen açaman. Yine şu yana bize görgenler vaqtlari bilan 23:47 vaqtlari bilan gösterib beradi. Bular MAC adreslari ulangan, bular qurilmalar, routerlar
və hokazo məlumatları boş orqali görsəzlər buladı. Tak, əsasi görən nərsəmiz işin nərsələrdir. İndi həmən arka qaytarışımız gerek. Arka qaytarış üçün monitor modunu station moda özgərtişimiz gerek. Bunun üçün sudo airmon ng stop 10 mon düşünəm yazıladı. Enter basaman. Xəmət bəng lazım bir də Wi-Fi çıxıb gələdi bizə də. Branch cərəyanı başlandıyım. Wi-Fi çıxdı, yəni əvvəlki halata qayıtdı. Wi-Fi öləndi. Wi-Fi işə başladı. Keyin qalasazlar network manager'ını restart bərb keçsəzlər buladı. Sudo systemctl işini yazılan restart network manager, yəni network termak adapterını termak manager'ını qaytadan işə düşürədi. Əgər inabı halət işləmin qalan təqdirdə və qaytadan işə düşədi və Wi-Fi-yə ölənədi. Yəni şunun görüşdə Wi-Fi-yə öləndi. Oldu. Şu plan əməliyyat tamam. Tapşırıqlarını nədən asaslar buladı fayldan. Həməyə rəhmət. Sağ salamat bulunlar.